Shoshilinch xabar! O'zbekistonda zilzila bo'ldimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tojikiston Respublikasida sodir bo'lgan yer qimirlashi O'zbekistonda ham sezildi. Bu haqda Seysmografik monitoring respublika markazi xabar berdi. Bugun 9-yanvar kuni soat 2:14 da Tojikiston hududida zilzila sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Toshkentda 477 km janubi-sharqda joylashgan, magnitudada 5.3, chuqurligi 139 km. Epitsentr tog'li Badaxshon, Tojikiston. Koordinatlari 38.39 daraja shimoliy kenglik, 73.37 daraja sharqiy uzunlik. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilishi kuchli. Farg'ona viloyatida 2-3 ball 260 km, Andijon viloyatida 2 ball 285 km, Namangan viloyatida 2 ball 325 km. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qirg'izistonda sodir bo'lgan yer qimirlashi O'zbekistonda ham sezilgandi.